Barixlar eritmasi elektroliz qilinganda bariy gidroksid xlorur vodorod hosil bo'lsa, bunda 2 qo'ysak, bu yerga 2 qo'ysak teng bo'ladi. Eritma massasi 365 grammga kamaydi. Eritmadan necha farad tok o'tgan? Demak, 5365 kara 0,2 1073 208. Bu ikkalasi 73mi? 73 kara 73 12 sonku. Demak, mana barixlar eritmasining barchasi elektrolizga uchraydigan bo'lsa 376 gramm kamaygan ekan. Demak, bizda demak barixlar eritmasining barchasi elektrolizga uchramagan ekan. 365 uchragan bo'lsa 365 bo'lingan 73 5. Demak, buni 1 mol uchun 2 farad ketsa 10 farad tok ketgan ekan. 33 ga 10 farad. Osilgan ishqorning massa olishini toping deyapti. Demak, buning massasi 137.34 kara 5 840. 840 ga necha foiz? Bizda 5365 edi. 365 chiqqan bo'lsa 5000 qolgan. Bu 100% bo'lingan 5000. 6 168 qiydan keldi. 137.34 171 ku bu. Kara 5 855 bo'lingan 5000. 17.1 C osilgan tuzning massa olishi, demak bundan ortiq qolgan ekan. 208 kara 5 1040 gramm elektrolizga uchragan. 5365 kara 0,2 1073 bor edi. Demak, 33 grammi qolibdi. 33 grammi necha foiz? 33 bo'lingan 50 qilsam 0,66.